Ustasi, professional aktyor desa adashmaymiz-da. Mana shu sohaga kirib kelishingizga kim sababchi bo'lgan? Avvalambor bu sohaga kirib kelishgacha har kimni to'g'ri ustozidir, ota-onasidir, lekin bir Alloh o'zi bir qalbingga, yuragingga bolaligingdan bir narsani soladi. Menga shu bolaligimdan san'at degan bir tuyg'uni virus solib qo'ygan menga. Qolaversa mana onam, mana otam, meni buvalarim ham men ketmon chopardim dalada. Mol boqib ketmon chopardik, o't urardim. Lekin men rubobga nimagadir taxtalarni chalib yurardim, sim ulab, men o'zimcha. Shu buvam rahmatli bir ruboba berganlar. Shu bo'yicha men ketdim. Tushunyapsizmi? Bu avvalambor men orqaga yo'l yo'q edi. Men maqsad qilib qo'yganmanki, qachonlardir men san'atkor bo'laman. Qachonlar. Xudoga shukr, mana bu Quyi teatrda, Otaxon teatrimizda uzoq yillar, 35 yildan oshiq men mehnat qildim. Mana bu yil 45 yil bo'ldi. Bu yil 45 yil bo'ldi shu sahnada men shu xalq orasida yuribmiz. Ko'plab filmlaringizni ko'rganman. Qaysi kino orqali tanilgansiz? Shuni avvalambor har bir teatr, har bir kino aktyori bular teatrdan chiqqan. Shukur akalar, Nabak akamlar, Razo Hamroyevlar, Soyib akam, Baxtiyor Ixtiyorlar. Kinoga teatrdan tanilamiz. Men endi birdan bir negadir o'zim ham hayron qolaman shu. Birinchisi anu tundan tonggacha filmi bo'ldi. Hamma meni ko'rsatadi qo'lman. Keyinchisi tilim Shatta uylamasamikin onasi. Tilim qursindan o'zi shundan keyin men hamma yaxshi ko'radigan bo'lib qoldi. Qolaversa menda ko'p mana chavandoz filmlari, tubanlik filmlari, aldangan ayol voy ko'p. Chunki hammasiga mehnat qilganman, lekin mana shu tilim qursinni juda hali diqqatga borsam choy olib keldingizmi deb qo'yishadi. Juda qiyin savol deb yoshlargacha. Ayrim yoshlarda, yana hamma yoshlar emas. Ayrim yoshlar, ularda maqsad yo'q. Insonda maqsad bo'lishi kerak. Men mana shu bo'laman. Shu yo'lga qarab to'g'ri yurish kerak. Men nevaralarimga aytaman. Hammasi bir sohaga intilyapti hozir. Orqaga qaramalaring deyman. O'sha yonib turgan chiroqqa qarab yurlaring deyman. Maqsad insonda bo'lsa, u albatta erishadi. Uni diliga solgan, boshqa sohani bilmaydi ham. Shu yoshlarimizga maqsadli bo'lishsin deyman. Yo'l yo'lakay emas, boy bo'laman deb emas. Mana men boy bo'laman. Yo'q, sen yanishasan, boy bo'lmaysan. Boy bo'lmaysan. Maqsad bo'lish kerakda. Bittan o'sha sohani, o'sha kasbni avvalambor Alloh yuqtirish kerak, lekin maqsad bo'lsa albatta erishadi. Albatta erishadi. Rahmat. O'ynaylik.